Akam bilan yeb ko'rmagan mevalarimizni yeb ko'ramiz. Birinchisi nimadir? Kim biladi nomini? Qani ikkinchi. Onaga o'xshar ekan. Archisham qiynaganman. Kelinoyi boshqa pichoq yo'qmidi? Ichi shunaqa ekan. Ha. Achib qo'yish kerak bu. Menimcha yo achib qolgan yoki shunaqa bo'ladi. Qilib ko'ramiz. Bismillah. Lekin menga yoqdi. E'zozaga yoqdi, lekin menga juda uncha yoqmadi. Keyingisi shunaqa narsa. Qamishmi? Qamish deydi. Qadamli. Nima bu? Bunisi menga, bunisi sizga. Ichida suv ham bor ekan. Bu kelinoyimizga. Qani yeb ko'ramiz. Qani. Tong. Bu suv ishkili. Suv chiqarkanman. Ta'mi ananas ta'miga o'xshar ekan. Suv zo'r ekan. Ha. Mana musor ketib qolar ekan tomoqqa. Menga lekin yoqdi. Yo'q, zo'r ekan, u ichish muammo ekan buni. Endi buni bir hafta ichamiz kerak. Bir hafta emas, 100 kun. Buni oq pandalar bor-ku, o'shalar yeb o'tiradi-yu, maza ekanda ularga, shirin ekan lekin ta'mi. Keyingi videoda nima beraylik, kommentariyaga yozib yuboring. Kimni kommentariyasiga eng ko'p layk yig'sa, shu narsani yeb beramiz. Har doimgidek sizdan bitta layk И подписка.